Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana YouTube kanalida ko'rishyapmiz. Xo'sh, bugun sizlar bilan qanaqa yuzimga uhod qilishimni ko'rsataman. Я очень люблю, juda ham yaxshi ko'raman yuzimga uhodli kosmetikalarni har xilidan pробовать qilib bitta olganimni yana ham qaytarib olmasdan har xillaridan pробовать qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Вот, hozirda ishlatayotgan уходовые косметикаларым bilan yuzimga uhod qilib makiyajimni yechib, это вроде называется On Get Ready With Me bo'ladi. У нас макияжni смывать qilayotganda, смотрите, как у меня yuzimga makiyaj chiroyli ketgan. Chiroyli makiyajimni смывать qilayotganimizda o'zi mitilarka ishlatardim, от Biodermadan розовый mitilarkam bo'lardi, hattodir. Уже все. Yo'q. Tugadi. Xo'p. Keyin menda гидрофильное масло bor. Тоже qayerdadir yotibdi. No, я не особо люблю гидрофильное масло bilan yuvishni yaxshi ko'rmayman. Yuzimga sal qichtirayotgandek bo'ladimi, не знаю, вот qaysi гидрофильное масло bilan ko'p ishlataman, da, har doim ishlataman. Majburlikdan ishlataman, chunki kerak ishlatish, no, unaqa yaxshi ko'rmayman. Xo'p, bugun гидрофильное masloni ishlatishni xohlamayman. Menda shunaqa salfetочкалар bor. Makiyaj smывающий корейский косметик. Salfetочка. Chuqur tozalaydi. Prям lekin yaxshi tozalaydi, aftar. Narxi 100 qanchadir. Lekin anchaga yetadi. Chiroyli makiyajimni yechish vaqti keldi. Birinchi birgami qaranglar. Va shunaqa chiroyli o'sdi. Yo'q, qaraman nega botaman o'ynab. Sizlarni jon qizza zo'r ko'rib olmayapman. Shuning uchun bu yerda o'zimizni zo'r ko'rib olmayapman. Bu yerdan qarab ko'raman. Tushni bu bilan o'chirmaymiz, chunki tush o'zi смывать suv bilan просто teqsak смываться qiladi, o'chadi o'zi. Aralashtirib gapirayotganim uchun hozirdan uzr so'rayman, chunki bu meni odatiy hol. Ba'zida o'zbekcha so'z topolmay qolaman, ba'zida ruscha so'z topolmay qolaman. O'shanda hamma tilni aralashtirib bilgan tillarim bilan gapiraman. Главное tezroq gapirishim kerak, chunki tez gapirishni yaxshi ko'raman. Ko'zimni serumni qanaqa chiroyli turganini bilgan tushni. Просто tush o'zi bilan ham prям zo'r ekan, ko'zni qalami qolsa, tush nozim. Shunaqa восточный ko'z bo'ldi. Вроде да? Или мало? Увеличиваю. Na ko'zim kare bo'lgani uchun prям qora chiroyli turyapti. Masa qilib oynaga qarab artib tashlayapman. Bitta salfetkani o'z bilan shuncha yuzim artib oldim. Yana bitta ishlatamiz mana shu tekshirib chiqish uchun. Endi ko'zimni просто qo'llayman. Menda ikkita muvashka bor. Bittasi shu vodadan. Ikkinchisi shu kremovая muvashka. Bu вообще ko'pirmaydi. Но чувствительный yuzlar uchun, quruq чувствительный yuzlar uchun prям zo'r. Bu prям chuqur makiyajlarni ham menga o'chiradigandek keldi. Prям mana bu ko'z atrofida qora bo'lib qoladi-ku. Mana shu bilan yuvganda prям o'chirdi. Это потому что esimga kelmadi nima deyilishi. O'yladim kelmadi esimga. Xullas, sizga tushuntirib beraman nimaga unaqaligini. Вот, берем чуть-чуть. Минеральная, вот, минеральная. Voy, вообще buni qo'lga qilish kerak emas. Сразу surib olish kerak. Unda surasiz, ko'ringiz, сразу oqarishni boshlayapti. Видите? O'zi yuzda sekin ko'pirishni boshlaydi. Вот, qo'limda ham уже. Вот. Ovoz qaranglar. O'zi shunaqa ko'piradi. Вот, tushim esa unaqa yuviladi. No, tik. No, qora anaqa qolmaydi.
ko'zim teglari atroflari qorayib qolmaydi. Xullas mana hech qanaqa qora hech nima qolmadi ko'zim atrofida. Shuning uchun shu tushdan foydalanadim. Mana yuzimga har doim bir martalik soch yog'laridan foydalanaman. Yuzimni artib bo'ldim. Endi o'zimda Magic Cube'dan bunaqa kollagenovый mist mist bor edi. No, tugadi. Judayam совсем чуть-чуть qoldi, mayli, oxirgilarini ham ishlataverik. No, нет, прям уже sepmayapti. Chunki butun yuzga sepish kerak edi bu. Voy, bitta chiqdi. No, bu прям yaxshi tushdi, yuzimga прям zo'r. Удобная, хорошая штучка. Shu yoqqani uchun yana boshqachasidan ishlatib ko'ring. Yana populyarlisidan deb shuni ham oldim. Pederini, или как это? Pederini. Короче, вот shuni ham ishlatib ko'rdim, но bu qanaqadir увлажнять qilmadi. Увлажнять qilish kerak edi, ammo увлажнять qilmadi. Boshqa narsa. Tomonlama yaxshi foydasi bordir, men hali sezganim yo'q. Buni qilib bo'ldim. Endi davaychi shuni sepamiz. Voy. Buni makiyajning ustidan ham sepsa bo'ladi o'sha. Просто yuzni namlantirish uchun sepsa bo'ladi deyishdi. Ne знаю, shunaqa deyishadi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, yuzimga surgandan keyin bo'ynimga ham qatnayib surganman. Xo'p, dальше. Hozircha labimni namlantirib olsam. Единичка. Вот Dior. Давайте к остеидagi kremga сразу перейдем. Mamamni ishlatib ko'rdim. Bu zararsiz, retinoli bor и anaqa prям glow effekt ko'z yuzidagini beradi. Prям jotki narsa deyishdi, men surib ko'rdim. Meni ko'zimni tepasi anaqa qurib ketdi. O'zi чувствительный ko'p qurib ketadi. No, ko'p emas, ikkinchi marta bo'ldi. Bu mana shundan bo'ldi. Bundan oldin Lancome'dan adashmasam nimadir surdim. O'shandan shunaqa qurgandi, ko'zimni tepasi qizarib qoldi. И вот shundan shunaqa bo'ldi, ishlatmayman. Bu yaxshi shtuchka ekan, bu yerda vibratsiyasi bor. Xudo ishlasangiz. Ishtirok shekilli. Bu vibratsiyasi bor, kollagenli. Chunki meni ko'zim atrofi yaxshigina quriydi. Menga kerak kollagen. O'zi meni eng problema zonim bu ko'zimning atrofi. Bu qanaqa bochka yoki nimadirdan sog'liq ichki organizmdan emas, shunchaki kimdirlarni terisi mana shu atrofida yuqa bo'ladi. Mana shu ko'zimning tagidagi terisi yuqa. Keyin mana bu yerda ko'p ish qilaversangiz qorayib qoladi. Nежныйroq harakat qilish kerak. Eshitasizmi? Qo'rqib ketgan. Ko'zning atrofi bo'ldi, ketdi. Дальше. Juda meni yuzim mana hozir shuncha narsa surgan bo'lsam ham, hozir ikkita narsagina, shu sal увлажение kam his qilaman. У меня hozir sivrtkalarim kam qoldi. Давайте от Estee Lauder Night Repair. Shunaqa qiladim. Вроде да. O'zbekmiz. O'zbekcha gapiraylik. A tak Magic Cube'dan ham розовый сыворткасы прям zo'r tushdi yuzimga. Ну, qolmadi. Вот это пойдет.
Katta odam bostirib kelyapti. Canım kırdı. Bebiş. Ne yapıyorsun? Aşkım. Sırtkanam sürdük. Qolgan qutganlari bo'ynimizga. Gel. Buraya gel. Buraya. Buraya gel. Gel. Açım. Gel buraya. Aşkım. Hello yap. Selam yap. Böyle. Hello. Selam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bolum gidersin? Gidersin oynayasın? Ben de. Tik ko'shamani aldab suvda tik deb amallab nimadir tushuntirishga harakat qilib, kallasi bilan ham qimirlayotganiga, voy bechora har tomonlama mana shu ko'chaga olib chiqishga harakat qildi. Kallasi ham qimirladi уже. Mayli chiqa qol dedim, dabdaramni chiqardim. Boshqasam tik deganiga yo'mayman. Sura qol. Sura qolasizmi? Svirtkani surdik. Mana bunaqa menda vitamin C bor. Prям super. Menga bu hammasini tushuntirib beraman, lekin bu yerda hech kim reklamaga pul bermagan, chunki YouTube kanalimni o'zimni endi boshladim. Nimadan? O'sha foydalanib olinglar, hozir aksiya ketadi. Просто hamma narsani aytib beraman. Prям zo'r, ya'ni hazır bilan, vitamin C prям четкий. Vitamin C вообще ertalabga qilsangiz yaxshiroq. Kech payt qilsangiz ham bo'ladi, ertalabga qilsangiz yaxshiroq. Quyoshdan, SPF-dan oldin vitamin C, keyin SPF qilasiz. Не забудьте. Yaxshi narsa. Lekin hozir vitamin C qilmaymiz. Hozir nima qilamiz? Mana bu menda probniklar bor. Не знаю, qaysi biri xos tushadi. Sizga umumvashqani ko'rsatdim-ku, xuddi shu brenddan probniklar. Надо попробовать. Endi chatdan so'raymiz. Qaysi biri mumkin menga hozir. Сейчас смотри, я сперва сделала мист от Medicube. Окей. Chat GPT aytishi bo'yicha gyaluroновый. Да, гиалуроновый машина кремni ishlatdi. Bu yerda голубой крем, гиалуроновый. Этот бренд прям супер. Men buni yana probnigini ishlatdim. Shu eskirayotgan, qarayotgan yuzgada va gapimni ham topolmadim. Qarayotgan yuzgasini ishlatdim. Menga yoqdi. Qaramayman, uni qarish oldini olish kerak. Shuncha survoma har tomon. Тонким слоем shuni намажь dedi. Это, конечно, не тонко, но mani yuzim och. Yuguradi. Ortiqchasi bu yoqqa. И вот тебе тонкий слой. O'zim Dior dedim, mana surdim. Men okey, нормально. Увлажнять qildi, okey, нормально, нежно turibdi. Menga прям плотно kerak, плотно прям nimadir turganini sezishim kerak, yog'li o'tirish kerak. Qo'lim ham, labim ham har doim shuning uchun o'zimizda Laneshga o'tamiz. Laneshmidi o'zi? Да, Lanesh. Оттенок ham bor, qaranglar. Запах, hidi какой-то сладкая вата. Можно bu yerda hozir просто подпоследок qoshlarni tarab oldilarini kesaman, chunki qoshim juda uzun, смотрите. Uzun qoshim. Xolos, shu bilan mana on grade va onasini hamsan. Shu bilan tungi o'qidim, tugadi. Подпоследок я могу просто sochimga badan va soch spreymi, nima deyiladi endi? Mist, bu ham mist ekan. Вот, mist. Ko'zim. Sochimni bitta tarab, hidini har tomonga yoyib, xolos menda shu bilan
kamtarona angry tungi uxlatimni tugatdim. Like bosib, izohlarda o'zingizni fikringizni yoki qanaqadir sovetlaringizni yoki keyingi mavzuda nimalar bo'lishini xohlayotganingizni ko'rishni xohlayotgan. Uni ko'p narsa xohlab olmanglar-yu, makiyaj temasida nimadir xohlayotgan bo'lsanglar, ideyalar bo'lsa, yozing. Bu joy ideya emas. Ideya bo'lmaganda ssenariy tashlab berishmas. Xo'sh. Kuzatmayotgan bo'lsangiz, endi ko'rgan bo'lsangiz, kuzatishda davom eting, chunki qiziqarli roliklar bo'ladi. Вот. Faqat gribim emas. Nimadirlar ham bo'ladi qiziqarli. Faqat shu O'zbekistondan faqat chiqib oling. Вот. Bu pochindan keyingi rolik. Bundan keyin ham roliklar davom etadi. Xullas mayli. Hazil bilan. Bye bye.